Alaykum. Ushbu loyiha Agrobank hamkorligida Surxondaryo viloyati Qiziruq tumani Navruz mahallasida joylashgan 990-sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu konturga ko'kat ekini ekilgan. Jami maydoni 10 gektardan iborat bo'lib, bo'yi 600 metr, eni 160 metrni tashkil etadi. Bu yerda ko'kat ekini zamonaviy agrotexnik usullarda parvarish qilinib, mahsulot yig'ishtirib olingan. Hozirgi kunda dalani tozalash ishlari amalga oshirilmoqda. Ekinni yetishtirish davri 195 kunni tashkil etib, yetishtirish davrida sug'orish, mineral va mahalliy o'g'itlar bilan oziqlantirish orqali mo'l ko'l hosil olindi. Ushbu loyihaga 25 ta dehqon xo'jaligi biriktirilgan. Har bir dehqon xo'jaligiga o'rtacha 40 sotixdan yer maydoni to'g'ri keladi. Ushbu loyihani samarali amalga oshirishda lider tadbirkor Kelajak Zamin tomorqa xizmati MChJ biriktirilgan. Ushbu loyihada har bir gektardan 18 tonna, jami 180 tonna hosil olishga erishildi. Mazkur ekin to'liq yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali dehqon xo'jaliklarining daromadlarini yanada oshirish reja qilinmoqda.